biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Qayerga ketyapmiz? Alloh aytgani kabi ayna tazhabun? Qayerga ketyapsizlar? Qayerga ketyapsizlar? 10 yil oldingi iymoningizni sog'inasizmi, yo'qmi? To'g'risini ayting. Shunaqa holatga kelib qoldikki, oldingi iymonimizni, oldingi bir qanaqadir bir istiqomatga kirgan paytimizdagi holatimizni sog'inayotgan holatga kelib qolmadikmi? Nima uchun bu holatga kelib qoldik? Shayton qayoqqacha olib borib qo'ydi bizni? Musulmonlar o'rtasini bir-biri bilan g'ij-g'ijlash, musulmonlarni dunyo ziynatlari bilan aldash, dunyoga havas qilish, takosur, ya'ni kim ochdi qilib turib aldanishi, firqa-firqalarga bo'linishi, shayxlarga bo'linishi, hattoki shu darajada bo'lib qoldiki, u kofirning keragi bo'lmay qoldi musulmonlarning ichida. Musulmonni boshini olishga o'tdi. Musulmonni g'iybat qildi. Gapirishga gap qolmadi. Faqat musulmonni obro'sini chaynash, musulmonlarni yomonlash, kimnidir bitta kamchiligini ko'rib olgan bo'lsa, faqat va faqat o'shani gapirish. Birorta bir aql aytmadiki, sen o'zing kimsan o'zi? Nima qilding ummat uchun? Sen o'zing nima qilib yuribsan shu ertadan kechgacha? Qabringga o'sha sen yomonlayotgan odam bir kun yotib beradimi yoningga kelib? Mana bu narsada shaytonning yo'liga inson kirib ketganligini o'zi bilmay qoladi. Moli dunyoni orqasidan yurish yoki ilm yo'lida yurganlarni ilm yo'lida tafriqalar qilib turib, hatto shu darajada bo'ldiki, ya'ni shayx qilib bo'lish, ya'ni bu darajada bo'linishni tarix ko'rmagan bo'lsa kerak. Bitta shayxni darsiga borayotgan odam ikkinchi shayxni darsiga borayotgan odamlarga talabalar bir-biriga salom bermasa, bu qanday bu shayxni ilohlashtirish emasmi bu? Shayxni dinlashtirish emasmi bu? Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'riladimi yoki shayx uchun bir-birini yaxshi ko'riladimi? Al-hubbu fillah val bughdu fillah degan narsa qayerda qoldi? Ya'ni inson foydalansa, u ustozga borib foydalandi nima? Bu ustozga borib foydalandi nima? Haqni o'rgansa, eshitsa, shuni ham shayton odamlarning o'rtasiga kirib, bu falon shayxga boryapti ekan. Shayxni kelib qulog'iga vasvasa qilib, qalbiga vasvasa qildiki, seni tashab mana ular bu yoqqa qarab ketyapti ekan desa, shayx ham minbarini g'iybat minbariga aylantirdi. O'tirib olib turib, o'sha ketgan odamlarni kamchiliklarini aytib, ularni yomonlab, ulardan yuz o'girishga chaqirib jamoatni mana shunday holatlar bo'lyapti. Toifalar bir-biriga nom qo'yib oldi. Faloniy toifa, pismadoniy toifa. Mana bular hammasi shaytonni yo'ldan ozdirishlardan biri. Biz ko'zimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Ko'zimizni ochish kerak, ertaga kallamiz dang'itib devorga uriladi. Malakul Mautni ko'rgan paytda shundoq kalla uriladi. Ana shu paytda odam nima uchun yuribdi ekan, o'zi asli nima qilish kerak ekan keyin bilib oladi. Lekin kech bo'ladi. Shuning uchun biz fursatni g'animat bilib foydalanishimiz kerak. Hayotdan foydalanaylik. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo ne'matini berib qo'yibdimi? Qanday bir yaxshi zamonda yashayotganligimizni qarang. To'g'ri, fitna zamonda yashayapmiz, lekin ne'mat juda ham katta bir vaqtda yashayapmiz. Qancha ustozlardan foydalanish imkoniyati bor. Ustozlardan foydalanishni o'rniga, olimlardan foydalanishni o'rniga olimlarni olib g'ajib, ularni g'iybat qilib, orqasidan yomonlab, o'zini o'zi mahrum qilib, boshqalarni ham ulardan yuz o'girtirib yurish, bu ochiqdan ochiq mahrumlik emasmi bu? Mana bu narsalar hammasi shaytonning yo'llari bular. Shayton mana shunday odamga ma'siyat qildiradi. Ma'siyat qildira olmasa, kelib turib, ularni shu to'g'rilikdan foydalanolmay qolishga olib keladi. Iloji boricha shu foydalana olmasin. Odam o'ziga o'zi savol berib ko'rsa, men foydalana oldimmi shu hayotimdan? Necha yildan beri istiqomatdaman, qancha Qur'on yodladim, qancha ilm o'rgandim, nechta hadis yodladim, qancha dinda tushunchali bo'ldim deb inson o'ziga o'zi savol berishga ham qo'ymaydi shayton. Faqat sen yaxshisan, sen to'g'ri qilyapsan, esingdami? Falon yillar falon ish qilgan eding, o'sha ishingni gapir deydi. O'sha ishi bilan odamni xotirjam qiladi. Ya'ni insonni o'zidan o'zi xotirjam qilib qo'yadi. Mana bu nifoq alomati bu. Inson o'ziga o'zi xotirjam bo'lishi bu shayton tarafidan kelayotgan hiylalardan. Xuddiki odam gapirayotgan odam o'zi farishta-yu, bu yoqdagi odamlar gunohkordek gapirayotgan bo'lib qoladi. Birovlarni ayblarini chuqalab, o'shalarni majlislarda o'tirib faqat o'shalarni gaplarini mulohaza qilishga o'tadi. Birorta aql aytmaydiki, sen o'zing kimsan, nima qilib yuribsan sen o'zing? Gunohkor, hamma gunohkor odamki o'zi.
Kim gunoh qilmaydi? Bir farishtalar bo'lib yashaganimiz yo'q biz. Bu dunyoda inson kamchiligidan hech qachon xoli bo'lmaydi. Hamma odamda gunohi bor, hammani kamchiligi bor. Ya'ni muvaffaq odam o'zini kamchiligini tuzatish bilan o'tadi. Hech qachon sizdan birovni aybini borib so'ramaydi qabrga borganingizda. O'zingiznikini so'raydi. Umringni nimaga sarflading? Molingni qayerdan topding? Nimaga sarflading? Umringni nimada o'tkazding? Nimani o'rganding? Ilmingga amal qildingmi, yo'qmi? Shuni so'raydi. Mana bu narsa ilmdan mahrum qilish shaytonning hiylalaridan, eng katta hiylalaridan. Chunki inson ilm o'rgansa shayton tanib qoladi. Ana shu uchun ilm o'qiyotgan odamlarni yo'qotish, ilm o'qitayotgan odamlarni yo'qotish, o'shalarning nomini qaro qilish, har xil yo'llar bilan ularga nimalar chaplash, odamlarni undan yuz o'girtirish, bunga eshitma, quloq solma buni gapiga degan narsalar hammasi shaytonning yo'llaridan bu. Nima uchun odamlar haqni tanib qolmasin, dushmanini bilib qolmasin deydi. Mana bu narsa bilan ko'pchilik odamlar yo'ldan adashib ketib qolyapti. Shaytonning yo'liga ergashib qolishdan ko'zimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Umr qisqa. Boradigan manzilimiz bitta, hammamizniki. O'sha joyga qarab tayyorlanaylik. O'shaning uchun imkoniyatdan foydalanib qolaylik. Imkoniyatdan nima qo'lingizdan yaxshilik kelsa qiling. Yomonlikdan tiyiling. Gunohlarimiz uchun istig'for so'raylik. Alloh kechiruvchi zot. Qancha joylarda Alloh istig'forga chaqirdi. Hech qachon o'zingizga o'zingiz bir baho bermang. Men falondayman deb o'ylamang. Xayolingizga kelsa agar tamom bo'ldingiz degani. Insonga shayton ana shu narsa xayoliga olib keladi. Istig'for so'ra desa, nima uchun istig'for so'rashim kerak deydigan holatga kelib qoladi. Alloh payg'ambarga aytdi, istig'for so'radi. Vastagfir li zambik. Gunohingizga istig'for so'rang degan. Innahu kana tawwaba. Alloh tavbani qabul qiluvchi zot. Rasululloh necha martalab istig'for so'rardilar. Bir majlisda 100 martalab istig'for so'raganligini eshitardik deydi sahobalar. Istig'for so'raylik Allohdan. Allohim o'zing kechir gunohlarimizni, bizni o'zing muvaffaq qilgin, qolgan hayotimizni yaxshilikda bir o'tkazishga o'zing tavfiq ber, o'zing ko'zimizni och, yaxshilikda bir-birimizga yordamchi bo'lib, bir-birimizni xatolarimizni kechirib, bir yonma-yon bo'lib turib, qabrgacha Allohga yo'liqqancha bir yaxshilik bilan boraylik. Alloh taolo fitnalardan o'zi saqlasin, shaytonning sharridan o'zi saqlasin, foydali ilm bersin. Alloh taolo umrimizni qolganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida o'tkazishga o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin.